Neman qoldi? Muallifi Abduljon Aznabaqiyev. Ijro qilgan Farhod Tayyipov. Ana tilda chalı so'zlab qaymoq turib, manqurtlaştık muqaddas bir xalq turib, o'zimizni qadrlamay o'tmasak do'st, na keregi yuragimiz mayda urib, singdirib elib o'zga tilni dilimizga, xiyonat qilib yurimizga, tilimizga, o'zimizni o'zimizga yod ko'rsatib, dog' tushardik Uyg'ur degan qilimizga. Jutgan bugun nomus haya qenimizda, vayim qilmay ati atar tengimizga. Uningsizmi yetarliqo xeyim xatar, qandoq azob bu bitmagan jenimizga. Tarixingni burmilish yatlar oldi, onu yerning boylig'iga qo'lin soldi. Endi xalqim kelajakka saqlaydigan san'at bilan tildan boshqa neman qoldi?